Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda Faberlic kompaniyasini увлажняющий гиалуроновый pudrasi bo'ladi. Hozir buni ochib ko'rsataman. Bu любой tonga подстраиваться qiladi. Mana yuzda terini, badanni rangiga и gladкий judayam barxatистый qilib qo'yadi. Mana bu yerda срок годностьlari yozilgan, chiqqan datasi va 3 yil beriladi mana. Ancha mana kattagina upakovkasi. Hozir ochib obzor qilib ko'rsataman. Mana artikuli bu. Hozir mana obzor qilib ko'rsataman. Mana shunaqa korobkada keladi. Гиалуроновый. И mana krышкasida mana ochiladi. Mana. Mana pudrani rangi. Mana bunaqa nimasi bo'ladi o'zini gubkasi. Mana bu yerda magnetik. Magnetikda yopiladi. Mana yerda mana aynagi bor. Buni plyonkani ochib bemalol ishlatsa bo'ladi. Aynakka qarab, aynaklari bilan mana chiroyli qilib yopiladi. Tavsiya beraman. Judayam zo'r. Ham гиалуроновый sostavi Rossiya производства. Judayam качественный Faberlic kompaniyasining pudralari.